Oraya koyayım. Şuradan he. Oradan aşık koy var ya, çakaynatmayı ver abi. Hoş. O ben tomaktan. Moyka biteceğim amca. Kaç tutacağız? Ne? Şimdi içeri, Ona göre welding bilan sonra final keladi. Sonra bundan bu line pay bilan chak tomib yotadi. Yo'q, qarashchi mana shu şey tayyorlaysiz. Takra o'rayni tayyorlaysiz, sonra qog'ozni nima qilasiz? Vaqt qo'yib yuborasiz. Bu yerga olib bir qopqoq degan tushadi. Durust. Qopqog'ini sonra u tashqarilari past ustini yopib qo'yasiz qopqog'ini. O'zi sonra gurullayveradi. Shu yerdan biladi, ustiyalidan qo'yadi. Choyni. Hoş. Choydan qaynatadi. Choyni beg'am qaynatadi. Bizda qozon qiladi. Shu xabar bo'lishi kerak bu. Akşam sonra oldim dedi. Hoş. Kellar. Usta so'rab. Ha, o'sha hoş keldi. Buni majmua qancha masrafi bor? Takmil qilib bersangiz. O'sha 2 dona milliy bersangiz bular. Yana bu temir dabal dajdagi işte qimmatroq bular. Durust. Ana shu bir xodasi 1 ming frank. Bu sonra nimasi? Duduxo nimadan tutadan chiqadi-ne? Ona ko'rgan algasi keladi, ona bu algasi. Keladi. Gördünüz? Sonra bunun ustiga yana nalkaydiga keladi. Durust. Nalkaydigasi keladi, sonra har qanchaki nalkasi ko'p bo'lsa, o'shancha O'sha 3 dona nalkasi men barizga 2 ming beraman. Xo'sh. Buni Nalkasi ham sizga mo'l. bir masalan biz 4 soatga qancha bilan masraf bo'ladi? 3 soatga 1 litr ichadi. 3 soatga 1 litrni o'sha darajasiga qaraydiki, qancha qo'yib berasiz? Ko'proq qo'yib bersangiz ko'proq ichadi, kamroq qo'yib bersangiz kamroq ichadi. Adresidan bir ayting. Hozir mana Qarboson ro'baro'yiga. Xo'sh. Arakshom Muhammadiy. Muhammadiy durust. Maydon qo'ysa qalb osonroq bo'laydi.